Yozyovon cho'llarida kuz nafasi seziladi. Oltin fasl butun atrofga farah baxsh tus bergan. Yo'l-yo'lakay odmi, mehnatkash insonlarni uchratasiz. Yayov yurgan otlar u yo'l chetlarida barq urib, tashrif yuruvchilarga go'yoki ta'zim qilayotgandek bosh egib turgan qamushu qiyoqlarni ko'rib zavqlanasiz. Bir tarafda chorvadorlar, bir yonda sholikorlar, yana boshqa tomonda esa baliqchilar. Hamma o'z yo'nalishida xirmon ko'tarish payida. Cho'lda ko'llarning ko'pligi baliqchilik rivojiga alohida e'tibor qaratilayotganligidan darak. Darhaqiqat, bugun Yozyovonda 84 ta baliqchilik fermer xo'jaliklari mavjud bo'lib, ularga 1860 gektar yer maydonlari ajratilgan. Qobiljon Qo'chqorov fermer xo'jaligida ishchi. Uning vazifasi baliqlarni parvarishlash. 60-70 gektar baliq ko'limiz bor. 3 ta katta ko'l bor, 20 mingtadan tashlanganda. Qolgan kichkina ko'llarga 10 mingtadan tashlangan. Chavog'i. 2 gektarini imtihonli ko'l qilganmiz. 4 yildan beri baliq boqamiz. Ularning turlariga qarab vaqtida ozuqasini beramiz. Hozir baliqlar ancha to'yinib qoldi. Shu bois nisbatan kam ozuqa yemoqda, deydi Qobiljon aka. Ekmahal yem beriladi ularga, ertalab kechga pet yem beriladi. Bitta udovrina qilinadi, dori checham. Amirlarimiz bor, yani ularga qamich o't o'rib solamiz. Ilonboshlarimiz bor, o'sha ko'lda begona baliqlar deydi. O'z ishiga mehr qo'ygan baliqchi qo'yarda qo'ymay bizni ham qayiqqa o'tirgizib, intensiv ko'l bo'ylab sayr qildirdi. Cho'lning zavqini chuqurroq his qilishga undadi. Biz hozir 2 gektarlik baliq ko'lidamiz. Ushbu ko'lga 15 mingta baliq urug'lari tashlangan bo'lib, parvarishlanmoqda. Keyingi oyga xirmon ko'tariladi. Ko'ldagi innovatsiyalar va ularning vazifalari, samaralari haqida eshitib, qoyil deyishdan boshqa ilojimiz qolmadi. Biz quyosh panelini o'rnatganimizdan keyin tabiiy shu aeratorlarni tok bilan ishlatishga sabab bo'ldi. Aerator o'zi nima? Aerator bu baliqchilikda hovuzlarda yetishtirilayotgan baliqlarga kislorodni yangilab, to'yimliligini boyitib beradigan texnologiya. Sal nariroqdagi ko'lda xirmon ko'tarilayotganligini guvohi bo'ldik. Nazirjon Normatov boshchiligidagi mirishkorlar yetilgan baliqlarni ovlash bilan mashg'ul. Ishni osonlashtirish uchun ko'lda suv quritilgan. To'rga ilingan baliqlarni tarozida tortib, turiga qarab mashinalarga ortilmoqda. Mazkur ko'lda ham yuqoridagi aytilgan innovatsiyalardan o'rinli foydalanilgani yaxshi samara berdi deyishmoqda mutaxassislar. O'tgan yilga nisbatan maksimum 600, minimum 400 grammdan hozirgi olayotgan hosil farq qilyapti. Shu aeratorlarni to'g'ri tanlaganimiz, to'g'ri ishlatganimiz hisobiga. Bugun Yozyovondagi maxsus ko'llarda yetishtirilgan baliqlar vodiy viloyatlari, Toshkent viloyati va Toshkent shahri bozorlariga yetkazib berilmoqda. Joriy yilda 29 ta loyihalarni ishga tushirilishi natijasida 102 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Kelgusida yana yangi loyihalarni amalga oshiramiz deyishmoqda mas'ullar. Demak, yuqorida faoliyatiga e'tibor qaratganimiz baliqchi Qobiljon Qo'chqorov singari fuqarolarni ish bilan ta'minlash imkoniyati yaratiladi.